Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugungi istadigan mavzuimiz atmosfera namligi hisoblanadi. Atmosfera namligi bu reja bo'yicha davom etamiz. Birinchi reja atmosfera namligi tushunchasi va uning ahamiyati. Chunki bu bug'uning atmosferaga kelib ish manbalari. Chunki dinamikning qo'llaniladigan asosiy muddavoi ko'rsatkichlar. To'rtinchisi kondensatsiya jarayoni va suvning nisbati. Beshinchi oxirgisi atmosfera namligi o'lchash usullari va asboblari hisoblanadi. Atmosfera namligi tushunchasi bu havodagi suv bug'uning miqdori bilan izohlanadigan intizoiy kattalik bo'lib, bu ob-havo va iqlim shakllanishiga hal qiluvchi ahamiyatga ega hisoblanadi. Atmosfera tarkibining asosiy qismini azot va kislorod tashkil etadi. Biroq suv bug'u miqdori nisbatan kam bo'lishiga qaramay, aynan bu yer sharidagi issiqlik almashinuvi bulutlarning hosil bo'lishi, yog'in-sochin jarayonlari va umumiy iqlim tizimidagi muhim rolni o'ynaydi. Atmosferadagi suv bug'i doimiy o'zgartiradi va u yer yuzidagi suv aylanish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Suv okean, dengiz, ko'l va daryolardan bug'lanadi. Atmosferaga ko'tariladi, soviydi va kondensatsiyalanadi va yog'in ko'rinishi ya'ni yer yuzasiga qaytadi. Atmosferadagi suv bug'ining asosiy manbalari okean va dengizlar hisoblanadi. Yer yuzasining qariyb 71% suv bilan qoplanganligi sababli bug'lanishning katta qismi aynan suv havzalariga qoldiriladi. Masalan, Tinch okeani va Atlantik okeanida bug'lanish jarayoni nihoyatda kuchli hisoblanib, atmosfera namligining asosiy qismini ta'minlaydi. Bundan tashqari, suv havzalari, jumladan ko'llar va daryolar ham muhim ahamiyatga ega. Markaziy Osiyo hududidagi joylashgan Orol dengizi maydonining qarishi mintaqa iqlimi va atmosfera namligining sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, nam tuproq yuzasidan bug'lanish ham atmosfera namligining oshiradi. O'simliklar esa transpiratsiya jarayoni orqali suv bug'ini ajratish namlik aylanishini faol ko'rsatadi. Ayniqsa tropik o'rmon hududlarida bu jarayon juda kuchli namoyon bo'ladi. Bu rasmda ko'rishingiz mumkin, suvning davriy aylanishi, ya'ni bu yerda bug'lanish, mana okean dengizlar ustidan quruqliklardagi ko'llar, daryolarning ustidan suv bug'lari tezak ko'tariladi va kondensatsiyaga uchraydi. Kondensatsiyaga uchrash natijasida bulutlar paydo bo'ladi va bulutlardan yomg'ir ko'rinishidagi qor ko'rinishlarda yer yuzasiga yog'adi. Suv bug'ining atmosferaga kelish manbalari, atmosferada suv bug'ining asosiy manbalari quyidagilar. Bular okean dengizlar, suv qatlamlari, biroq yuzasi va o'simliklar transpiratsiyasi hisoblanadi. Namlikning hisoblanishida asosiy meteorologik ko'rsatkichlar atmosfera namligining bir necha kattaliklardan iborat. Bular solit namlik. Bu 1 metr kub havodagi suv bug'ining gramda ifodalangan miqdori hisoblanadi. Ya'ni A teng M bo'lingan miqdor. Bu yerda M suv bug'ining massasi grammlarda hisoblanadi va havo hajmi metr kublarda. Absolyut namlik harorat ortishi bilan ortadi. Atmosfera namligini tasdiqlash uchun bir nechta asosiy ko'rsatkichlardan foydalanamiz. Birinchi ko'rsatkich bu absolyut namlik bo'lib, bu 1 metr kub havodagi mavjud bo'lgan suv bug'ining gramda ifodalangan miqdorini bildiradi. Matematik jihatdan bu suv bug'ining massasi hajmiga nisbatan ifodalanadi. Harorat oshgan sari havo ko'proq suv bug'ini sindiradi. Shuning uchun absolyut namlik issiq havo yuqori bo'ladi. Ikkinchi ko'rsatkich maksimal namlik hisoblanadi. Bu namlik ma'lum bir haroratda havoni ushlab tura oladigan eng ko'p suv bug'i miqdorini bildiradi. Masalan, 0 gradusda havo taxminan 5 gram metr kub suv bug'ini ushlab tura olsa, 30 gradusda bu ko'rsatkich 30 gram metr kub yashashi mumkin. Demak, harorat ortishi bilan havoning namlik sig'imi ortib boradi.
Maksimal namlik tushunchasi ma'lum haroratda havo ushlab tura oladigan suyun ko'p bo'lgan miqdorni maksimal namlik deyiladi. Harorat oshishi bilan maksimal namlik ham ortib boradi. Nisbiy namlik yetakchi bilan belgilanadi. Eng muhim ko'rsatkichlari mavjud suv maksimal mumkin bo'lgan miqdoriga nisbatan. Nisbiy A bo'lingan katta A ko'paytirilgan 100%. Ya'ni 100% hisoblanadi. Agar 100% bo'lsa, havo qo'yilgan hisoblanadi. Masalan, agar absolut namlik 10 gram taqsim metr kub, maksimal namlik 10 gram, 20 gram taqsim metr kub bo'lsa, ifodalab ko'rishingiz mumkin. 10 taqsim 20 qo'yilgan demak 50% havoning qo'yilganlik darajasi 50% hisoblanadi. Suvning miqdori atmosfera namligi tushunishda muhim tushunchalardan biri hisoblanadi. Havo sovigan sari uning namlik hisobi kamayadi. Ma'lum bir haroratga yetganda havo 100% nisbiy namlikka ega bo'ladi va kondensatsiya boshlanadi. Shu harorat suvning miqdori deyiladi. Agar yer yuzasi harorati suvning miqdoridan pastga tushsa, suvning hosil bo'ladi. Sovuq sharoitda esa qirov shakllanadi. Buni qirov tushishini kuz faslining oxirrog'ida, bahor faslining boshlanish paytlarida qirov tushishini kutishdan bo'lishini mumkin. Kondensatsiya jarayoni suv suyuq yoki qattiq holatda o'tadi. Bu jarayon atmosferada mayda tang zarrachalar yoki tuz kristallari atrofida sodir bo'ladi. Ular kondensatsiya yadrolari deb ataladi. Kondensatsiya natijasida bo'laklar hosil bo'ladi. Bo'laklarning yuklashishi esa yog'larni keltirib chiqaradi. Shu sababli atmosfera namligi yog'in jarayonlarining asosiy omili hisoblanadi. Atmosfera namligi ob-havo bevosita ta'sir qiladi. Namlik yuqori bo'lsa, bulutlik ortadi va yog'in ehtimoli ko'payadi. Yuqori namlik issiq havoni yanada dim va og'ir sezdiradi. Chunki yerning bo'lanishi qiyinlashadi. Past namlikda havoni quruq. Natijada nafas yo'llari qurishi va chang ko'tarilishi kuchayishi, quloq xo'jaligida namlik darajasi keskinlanib o'sishi va yuqori seviyani belgilashda muhim ahamiyat kasb qiladi. Zamonaviy global iqlim o'zgarishlari atmosfera namligi masalasi yanada dolzarb bo'lib qolmoqda. Harorat oshishi bilan havo ko'proq suv bug'ini tug'dira oladi. Bu esa kuchli yog'inlar va ekstremal ob-havo hodisalarining ko'payishiga sabab bo'ladi. Tadqiqotlarga qayd etilishicha, atmosfera ko'proq namlikni ushlab turadi va bu yog'in intensivining oshishini olib keladi. Atmosfera namligini o'chirish uchun maxsus asboblar qo'llaniladi va gigrometr havodagi namlik miqdorini aniqlaydi. Gigrometr esa quruq va nam termometrlar ko'rsatkichlari asosida nisbiy namlik hisoblash imkonini beradi. Gigrometr namlikning vaqt bo'yicha o'zgarishini grafik tarzda qayd etadi. Meteorologik stansiyalarda ushbu asboblardan doimiy kuzatishlar olib boriladi. Bu rasmda ko'rishingiz mumkin, soch hisoblanib gigrometr hisoblanadi. Havodagi nisbiy namlikni o'chirish uchun ishlatiladigan mexanik asbob bo'lib, uning ishlash prinsipi inson yoki hayvon sochining namlik tahrirga cho'zilishi va qisqartirishiga asoslangan. Ishlash prinsipi soch tolasi havodagi namlikni ochganda suv bug'ini yutadi. Uzayadi. Namlik kamayganda esa qisqaradi. Bu juda kichik uzunlik o'zgarishi mexanik tizim lever prujina va strelka mexanizmi orqali kuchaytiradi va kislotada foiz qo'shishlarni ko'rsatadi. Yani bu soch tolalari kimyoviy usul bilan ishlangan hisoblanadi. Yog'lardan, boshqa jarayonlardan o'tadi. Gigrometr havodagi nisbiy namlikni aniqlash uchun qo'llanilgan meteorik asbob bo'lib, bu termometr quruq va nam termometr ko'rsatkichlarni farqiga asoslanadi. Gigrometr meteorologiyada eng ishonchli va aniq namlik o'lchovchilardan biri hisoblanadi va meteorologik stansiyalarda qo'llaniladi. Gigrometrning prinsipi ikki termometrdan
iborat quruq termometr va havoning haroratini o'lchaydi. Nam termometr mosli yoki spirtli parchani nam mato bilan o'ralgan bo'ladi. Nam mato suv bilan namlanadi, havo haroratini ko'tarib suv bug'lanadi. Bug'lanish jarayonida issiqlik sarflanadi. Shu sababli nam termometr harorati quruq termometrga nisbatan astroq ko'rsatadi. Muhim qonuniyatlardan biri havo quruq bo'lsa bug'lanishda nam termometr ko'tarishga ancha kam bo'ladi. Havo nam bo'lsa bug'lanish 2 termometr ko'tarishlari deyarli teng bo'ladi. Agar namlik 100% bo'lsa bug'lanish sodir bo'lmaydi va ikkala termometr ko'tarishlari teng bo'ladi. Bunisi bu asbobimiz keng qo'llaniladi. Installatsiyalarda bu gidrometr hisoblanadi. Havoning namligini 32 gradusga yozib boruvchi avtomatik qayd qiluvchi meteorit asbob hisoblanadi. Bu namlik vaqt bo'yicha o'zgarishi grafik ko'rinishida tasvirlaydi. Agar gidrometr faqat bir vaqtning o'zida namlikni o'lchasa, gidrometr namlikning sutkalik, haftalik yoki oylik o'zgarishlarini diagramma shaklida yozib boradi. Gidrometning asosiy qismi gidroskopik element ortiqcha yoqtirilgan inson yoki hayvon toshlardir. Kash mexanizmi qonuniy boshlanma toshlardir. Havo qo'plashganda toshlarga qisqaradi. Bu o'zini o'zgarishi mexanik kuzatmalar orqali ruchkaga yetkaziladi. Ruchka aylanuvchi barabanga o'rnatilgan diagramma qog'ozida chiziq tuzadi. Yozil namlik vaqt bo'yicha o'zgarish grafiki hosil bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, atmosfera namligi havo vaqtini shakllantiradi. Ushbu namlik elementlaridan biri hisoblanadi. Bu suv aylanishi yog'in hosil bo'lishi, suv almashinuvi va inson hayoti bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Namlik to'g'ri baholash bo'yicha meteorit hidrologiya va ekologiya sohalarida ahamiyatli ega hisoblanadi.